Profillari ham qalin bo'lgan, kichkina detallar, kichkina elementlargacha fonda qalin qo'yganmiz. Mana bu chaspalargacha fonda qalin bo'lgan, parash ishlamagan. Bu ko'chib ketmaydimi? Xudo xolisa ko'chmaydi. Buni germetkalarini ham o'sha original toza germetkada yopishtirganmiz. Arzon narsa emas u ham. Buni ham bir qavatli, ikki qavatli variantlari bor. Bu arzon, qimmat degani. Ikki qavatlisini narxi ozgina balandroq, bir qavatlisiniki pastroq bo'ladi. Zavodskiy qilib egdirilgan mana bu dilini tugash qismi tepada. Mana bu ikkita qanot o'sha avtomobil uchun qoldirganmiz. Listlari ikkili list, qalin rossiyskiy. Mana bu kichkina detallarigacha qalin elementlardan ishlatganmiz. Listlari o'sha 1.8 qalin rossiyskiy listda bo'lgan, high-tech zamok. Nerjivekalardan foydalanganmiz. Qaychilik qilib berganmiz. Mana bu ikkitasi taxlini o'chiladi, nergisi bittasi splashni o'chiladi. Sababi o'rtada profil bo'lmaydi. Bunda arava velosiped ham kirkataveradi. Orqa ko'rinishi mana shu holatda tekis chiqadi, ikki qavat bo'lib, shumkali bo'lib. Bu darvozamiz ham listli darvoza bo'ladi. Taroq fason. Bular o'sha shumka qilingan, mana og'izlarini ham bemalol ishlatib ko'rsangiz bo'ladi. Bu tomonda ham yana 2 xil, 3 xil variantlari bor. Materialda farqi bor. Hozirgi paytda darvoza xarid qilishda eng katta muammolardan bittasi darvozalarning kraskasi ko'chib ketishi va darvoza uzoq yilga xizmat qilmasligi. Ayni shunday o'ylagan holatda hozir biz Namanganda nomer 1 bo'lgan darvozachi ustakamizni sexlariga kelganmiz. Hoshimjon ustakamiz mana shunaqa zamonaviy darvozalarni O'zbekiston bo'ylab yurtdoshlarimizga o'rnatib yetkazib kelmoqdalar. Bu darvozalarga 5 yil kafolatini beramiz deyishyapti va bu yerda eng so'nggi fasonlarning hammasi bor. Hozir o'zlaridan ham batafsil ma'lumotlarni so'rab o'tamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, Bobur aka. Hoshimjon aka, yaxshimisiz? Salomatingiz yaxshimi aka? Rahmat. Rahmat. Aka, bu yerda mana yangilik fasonda bor ekan. Bor. Bu darvozamiz, mana bu darvozamiz o'sha trendda turgan fasonimiz. Bu tarafda Samarqand fason darvozamiz. Bu darvozalarga kafolat qanaqa bo'ladi aka? Bularnikini o'rnatamiz, xudo xohlasa. Kraskalari xizmat qiladi. Banishni kraskalardan urib, original variantda qilib, temirlardan kraskasigacha ishlatib beramiz. Xudo xohlasa xizmat zo'r bo'ladi. Mabodo ish ko'rsatadigan bo'lsa, insonchilik telefon qilsa to'g'rilamiz. Bu kafolatni necha yilga berasiz? Bularnikini usti yo'q joyda turadigan bo'lsa, 5 yil o'yilgacha turaveradi, zang chiqarmay, xudo xohlasa. O'rnatganimizdagi behijolat xizmat qilaveradi. Kafolati 3 yilmi, 4 yilmi, 5 yilmi ichida nimadir bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqsa, to'g'rilab beraveramiz. Albatta ko'pchilikka bu dastavkasi qiziq. Bu dastavkasi darvozalarni O'zbekiston bo'ylab qanaqa holatda bo'ladi? Mana bu qo'shni davlatlarga qanaqa holatda yetkazib berasiz? Qo'shni davlatlarga tamojnigacha olib borib beramiz. Tamojnidan u yoqqa olib o'tib ketib olishadi. Mabodo o'rnatib ber deyishadigan bo'lsa, tamojnidan qolganiga rasxotini qilishsa, olib borib o'rnatib beraveramiz. Qirg'iziston, Tojikiston, Qozog'istongacha tamojnigacha yetkazamiz, xudo xohlasa. Kelishilgan holatda. Kelishilgan holatda. Aka, yo'qsa men kadr o'rtaga o'tsam, darvozalarni bir qatordan tanishtirishni boshlasam. Bo'ldi. Hoshimjon aka, bu darvozamiz ham juda ham chiroyli chiqibdi. Xo'p, bu darvozamizning ma'lumotlarini aytib o'tsangiz. Ma'lumotlarga keladigan bo'lsak, razmeridan boshlaymiz. Balandligiga 4 metr bo'lgan bu darvozamiz, eniga 3.95 bo'lgan. Addenni kalitkalik, avtomobil uchun mana bu ikkitasini foydalaniladi. Odam qatnovi uchun o'ng qo'ldan ko'chadan kelganda o'ng tomondan xod tashab ketilgan. Materialga keladigan bo'lsak, kesakilar shiveller bo'lgan, o'rta ustimi brus bo'lgan, ikki yontagi shiveller. Listlari o'sha 1.8 2 listgacha bosib beramiz. Nerjivekalarni yopishtirganmiz. Bu darvozamizni 2 qavat qilib yasaganmiz oldin. Bu 1 qavatli varianti. Narxida ham farqi bor. 2 qavatli bilan 1 qavatlini. 2 qavatlinikini 1 million 400 ming so'mgacha yasaganmiz. Xo'sh, bu 1 qavatlinikini 1 million 200 ming so'mga to'g'ri keltirib qo'ydi, xudo xohlasa. Aka, bu darvozamizning 1 qavatlisi bilan 2 qavatlisini nima farqi bor? Farqi 1 qavatli bilan 2 qavatlining farqi mana bu joylarda 2 qavatliniki orqasi tekis turadigan bo'lsa, buniki mana shu qubba bor joylari mana 4 sm joyi orqasida ozgina chiqqan holatda turadi. 2 qavatliniki keyin shumka bo'ladi, bu 5 shumka bo'ladi. Lekin xizmati ikkitasiniki bir xil. Sifati, xizmati bir xil. Sifati, xizmati bir xil. Misol, 1 qavatli qilib narxini arzonlatib qo'ysa, sifati tushib qolmaydi. O'sha xizmat 2 qavatli nimani ishini bilsa, bu ham o'sha ishni beraveradi. Aka, bu yurtdoshlarimizga qaysi bir darvozani tavsiya qilasiz? Ya'ni 1 qavatli qildirishgani yaxshiroqmi yoki 2 qavatlimi? Endi buni sharoitga qarabda 2 qavatli zakaz qilishganlar ham bor, 1 qavatli zakaz qilishganlar ham bor. Birinchi ular
yopganda tiriqlamaydimi, boshqa qilmaydimi deb so'rashadi manda. Yo'q deyman. Ikkitasi xizmati bir xil, bitta ishchi beradi deyman. Prosta ikki qavatligi shumkali bo'ladi, ikki qavat bo'ladi. Bu darvozamizda asosiy jihati mana bu nerjivekasi. Buni yopishtirgansiz. Yopishtirganmiz. Albatta issiq kunlarda, yomg'irli kunlarda bu ko'chib ketmaydimi? Xudo xolisa ko'chmaydi. Buni germetkalarini ham o'sha original toza germetkada yopishtirganmiz. Arzon narsa emas u ham. Turetskiy originalda yopishtirganmiz. Mobodo ko'chib ketsa bu muammo emas. Yana qaytarib yopishtirsa bo'laveradi. Xudo xolisa shu paytgacha ko'chmadi, bundan bari ham ko'chmaydi. Darvozamizni svarkasi, xizmatlari yaxshi bo'lgan? Svarkasi, kraskalari hammasi zo'r. Xudo xolisa banishni o'sha avtomobilning kraska laklarigacha originaldan sepganmiz. Temirlarga keladigan bo'lsak, o'sha qalin lis, profillari ham qalin bo'lgan, kichkina detallar, kichkina elementlargacha fonda qalin qo'yganmiz. Mana bu chaspalargacha fonda qalin bo'lgan, parash ishlamagan. Xudo xolisa ishonchli, sifatli chiqqan. Bu darvozalarga qancha muddatga kafolatini berasiz? Bunikini usti yopiq turadigan joy, usti yopiq joy bo'ladigan bo'lsa, 5 yil, 10 yil xizmat qilaveradi, xudo xolisa. Unisidan muammo yo'q. Ha, endi bu darvozamizni ko'pchiligiga ham narx qiziq. Bu kvadrat qanchadan aka? Bularnikini bir qavatli dedim, 1 million 200 ming so'mdan to'g'ri keladi. Общий ko'rinishda shu holatda 18 million 900 ming so'mga to'g'ri kelgan. Buni O'zbekistonning barcha hududlariga olib borib, ustanovka qilib beramiz shu narx ichida. Xorazm bilan Qoraqalpog'istonga dastavka qilib beramiz xolos u tomonlarga. Ha, dastavkasi shunda Xorazm bilan Qoraqalpoqqa kelishilgan holatda qolgan joylarga bepul. Bepul olib borib o'rnatib beramiz. O'lchab kelish, tayyorlab, o'rnatish, shunaqa. Hammasi ichida. Ichida. Aka, bu darvozamiz kichikroq razmerga ham chiqadimi? Kichikroq razmerga chiqadi. Endi razmerlarini bilsak, chiqadi, chiqmaydisini aytamiz. Misol bu darvozamiz balandligi 4 metr bo'lgan bo'lsa, 3 metrliklarga ana bu tahiyasi bo'lmaydi. Tepadagi 60-70 sm joy undan past chiqadi. Qo'llar kelgancha razmerlarga chiqarib berishga harakat qilamiz. Mana shu darvozamiz necha kunda tayyor bo'ladi? Bu darvozamiznikini 1 oyga olamiz zakasini. 1 oy ichida xudo xolisa olib borib o'rnatib beramiz yasab. Egalariga ham yasash jarayonidan bez kraska holatidan boshlab kraska bo'lgan holatgacha video qilib tashlab turamiz. Suvarka jarayonini, kraska jarayonini, gruntovka sepilishini hammasini tashlab beramiz. Xudo xolisa bemalol ko'rib, tekshirib o'lchaveradi. Bu navbatdagi darvozamiz. Bunisi yangilik fason. Yangilik fason 2025-yilda ko'rsatganimizda, ko'pchilikka ma'qul bo'ldi bu darvozamiz. Shunaqa. Buni ham bir qavatli, ikki qavatli variantlari bor. Bu arzon, qimmat degani. 2 qavatlisini narxi ozgina balandroq, 1 qavatlisiniki pastroq bo'ladi. Kvadratda 200 ming so'm raznica qiladi. Bu darvozamiz razmeri keladigan bo'lsak, eniga 3,5 metr, balandligi ham 3,5 metr bo'lgan darvoza. Tepada tahiyasi bor, lazerni qilib xod tashab ketganmiz. Ozgina skvoznoy bo'lib havo aylanib turishi uchun 60 sm tepada qolgan, undan past ochiladi. Bu darvozamiznikini ham ko'chadan kelganda kalitkasi o'ng tomonda bo'lgan, avtomobil uchun mana bu ikkitasini foydalanilaveradi. Postoyanlikka bu zamovlari o'sha high-tech zamov, lislar shiveller, kesaklar shiveller, lislar o'sha 2 lis. Darvozamiz bir qavat bo'lgan. Nerjivekalardan foydalanganmiz, ruchkalarni qo'yganmiz, xudo xolisa. Profillarigacha qalin zakasnov bo'lgan. Bu darvozamizni bir qavatli varianti 1 million 200 ming so'mdan to'g'ri kelgan buniki. 2 qavatlisi ham bor, uni ham ko'rsatib o'tamiz keyin. O'shanda общий ko'rinishda 14 million 700 ming so'mga to'g'ri keladi. Bu darvozamizda shum yo'q, ha? Shum yo'q. Nimaga deganda materiallar qalin bo'lgan, lislar o'sha 2 lis. Moshni ochilib yopiladi. Bu hozir bir qavatlimi? Bir qavatligi bu. Ha, bir qavatli bo'lsa ham shum yo'q bo'lsa demak, juda ham ajoyib. Keyin bularni bir qavatlik pashti zavodskoy qilib, ponni ko'p joylarini egib ishlab qo'yganmiz. Mana bu dilalar ham zavodskoy bo'lgan. Mana chaspalargacha egdirib chiqib ishlab qo'yganmiz. Choklari kam buni. Xudo xolisa xizmati yaxshi bo'ladi. Aka, bu darvozamiz juda ham ajoyib chiqqan, to'g'risi. Uy tanlamaydi. Ayniqsa high-tech fason uyga juda ham mos keladigan fasonlardan bittasi. Shunaqa. Keyin darvozani sifatini mana bu joydan ham bilib olsa bo'ladi. Silliqqa ishlangan bo'lsa, demak darvozamiz sifati a'lo darajada bo'ladi. Aka, mana bu joylarga suv to'planib, zang chiqarib yormaydimi? Yo'q, chiqarmaydi. Sababi buni aytdim-ku, zavodskoy qilib egdirilgan. Mana bu dilani tugash qismi tepada. Egilgan joy, egilgan zavodskoy tomoni pastda. Suv to'planganda zavodskoy tomonga tushadi.
suv tushib ketaveradi. Bu joylarda shpekulovka yo'q. Zavodskoy bo'lgan hisobiga xizmat zo'r bo'ladi. Mabodo suv to'plangan holatda ham xudo xolasa 100% ish ko'rsatmaydi. Bundan keyingi darvozamizga o'tamiz. Aka, bu turistskiy o'sha high-tech fasondagi darvozalardan bittasi, cho'kkan. Bu darvozani ham ko'p ustunov bilan ishlangan, iga bukib. Darvozamiznikini balandligiga 3,5 metr, eniga 380 bo'lgan darvoza. Ko'chadan kelganda o'ng tomonda kalitkasi bo'lgan, Zuber zamolini qo'yganmiz. Mana bu ikkita qanot o'sha avtomobil uchun qoldirganmiz. Lislari 2 lis, qalin rossiyskiy. Mana bu kichkina detallarigacha qalin elementlardan ishlatganmiz. Kesaklari ikkita yon tegi shivellar, o'rtasi brus bo'lgan 3.2 qalin stenkada. Darvozamiz bir qavatdan iborat bularniki. Bunikini ham 2 qavatligini 1.400.000 so'mdan yasaganmiz. Bu bir qavatligi 1.200.000 so'm, 2 qavatligini tayyor bor, uni ham ko'rsatib o'tamiz keyin. Bu darvozamizni shu общий ko'rinishi 15.900.000 so'mga to'g'ri kelgan. Obiri, uстановkalari hammasi ichida, bori o'lchab olishgacha ichida qilib berganmiz. Lekin bu darvozamizga mana bu joylarga nerjivekadan qilib turib ishlansa juda ham ajoyib chiqadi. Hozir buni listdan qilgan ekansiz. Listdan egdirganmiz buni. Ha, bu yerda choklari yaxshi ketgan-a? Zavodskoy bo'lgan, tevalari ham ponni egdirganmiz. Xohlovchilarga nerjiveka ham qilib beramiz. Original variantda qilib, talablarga binoan qilib beramiz. Kraskalarigacha o'sha banishni kraska original laklan sepkamiz avtomobilni. Xudo xolasa sifatidan boshqasidan muammo yo'q. Bundan keyingi darvozamiz ham o'sha high-tech uslubdagi darvozalarimizdan bittasi. Bu darvozamizni balandligiga 3,5 metr, eniga ham 3,5 metr bo'lgan. Bu ikki qanotli. Mana bunisi addenli kalitka bo'lgan bo'lsa, buni kalitkasini ichidan qilib berganmiz. Ko'chadan kelganda o'ng tomonda bo'ladi. Splashni ponni ochiladi. Tahiyadan pastga ochiladi, tepasida tahiya qilib qoldirganmiz. Materialga keladigan bo'lsak, kesaklari shiveller bo'lgan, ikkita yon tagi, listlari o'sha 1.8 qalin rossiyskiy listda bo'lgan, high-tech zamok, nerjivekalardan foydalanganmiz. Kraskalari original o'sha banishni kraska bo'lgan. Bu darvozamiz narxiga keladigan bo'lsak, 14.700.000 so'mga to'g'ri kelgan obori uстановkalari hammasi ichida. Ha, 14.700.000 ga shu darvozamiz mana shu razmerda borib o'rnaydi. Borib o'rnatib beramiz uстановkalari bilan. Aka, bu zamoklari ham mustahkammi? Chunki darvozada eng ko'p xizmat qiladigan narsa bu zamoklari. Zamogi yaxshi, xudo xolasa, high-tech zamok. Zamogidan muammo yo'q. Xohlashsa shu ko'rinishdagi zamokdan qo'yib beramiz. Xohlashsa boshqa variantlari ham bor. Qaysi birini tanlashsa qo'yib beramiz. Zamoginikini 500.000-400.000 so'mgacha bo'lgan narxdagi zamoklarni o'zimiz yonimizdan qo'yamiz. Ba'zilarga отпечаткali zakaz qilishadi. Qimmatroqdan zakaz qilishsa, razницасini surishamiz ozgina. Farq shunda. Bu navbatdagi darvozamiz ham hozirgi ko'rsatgan fasonimizdan ekan, adashmasam. O'sha darvozamizda 2 qavatli varianti bu. Ha, bu 2 qavatlimi? Ha, unisi 1 qavatli bo'lgan, bunisi 2 qavatli variantda bo'lgan. Keyin darvozamiz adashmasam kalitkasi ichida ekan-a? Ichida unik addenli bo'lgan. Bu darvozamizniki eni 2.95, balandligiga 3.16 bo'lgan. Kalitkasi ko'chadan kelganda o'ngda chekka tomonda bo'lgan. 2 qavat, 2 lista qilganmiz, oralarini shumka qilib berganmiz. Mana bemalol urib ko'rsa ham bo'ladi. Aka, lekin darvozamizni 1 qavatlisi bilan 2 qavatlisini qaraganda ajratib bo'lmas ekan. Ajratib bo'lmaydi. Ko'rinishi bir xil ekan, to'g'risi. Lekin shu urganimizda ozroq farqi bo'lishi mumkin, lekin darvozamiz adashmasam xizmati ham, ko'rinishi ham, kачествоsi ham hammasi bir xil. Bir xil hammasi. 2 qavatlilar 1 qavatlini aytdim-ku, xizmatida, kачествосida, ko'rinishida hammasi bir xil bo'ladi. Prosta buni orqasi tekis holatda bo'ladi, uniki orqasi mana kirgan joylari qovurg'ali holatda chiqadi. Ko'rinishlari lekin birga bir, xudo xolasa xizmatlari hammasi bir xil bo'ladi. Bu darvozamiznikini Andijonga obor o'rnatamiz. 13 million so'mga, xudo xolasa, narx to'g'ri kelgan, o'sha narx ichida obori uстановkalari ichida o'rnatib beramiz. Ha, aka, bu tarafda mana pechatli, shtampovkali darvozalar. Sizlar nafaqat listli rushnoy, balki mana bunaqa pechatli, shtampovkali darvozalarni ham tayyorlaysizlar, adashmasam. Xo'p, mana bu darvozamizni razmeri kichikroq.
2 metrga 3 metr bo'lgan darvoza, mana bu darvoza bilan ikkitasi bitta xonadonga o'rnaydi. Bu garaj tomonga o'rnasa, mana bu postoyanno odam qatnov tomonga o'rnaydi. Odam kiradigan hut. O'rtada ozgina devor bor ekan. Bu garaj qismi. Garaj qismi, o'sha o'rtada devor borligini hisobiga ikkita razmer bo'lib qolgan. 280 ini balandligi 3 metr bo'lgan. Buniki 2 metr ini balandligi 3 metr bo'lgan. Eshigi ko'chadan kelganda o'ngda listlari o'sha qalin 1-3 listdan bo'lgan. Mana kichkina kuzigacha fonda o'sha qalin list ishlagan. Kesaklari 8x6 profilli 1.7 stenkasida bo'lgan. Profillari 6x4 profil, listlari 1.3 list. Ikkitasiga bir xil xomashyo ishlagan. Profillari ham o'sha bir xil, kesaklari ham bir xil. Zambolari ham xudo xolisa bir xil. Bu darvozamiznikini ikkitasini 7 million 900 ming so'mga kelishganmiz. Xudo xolisa olib borib ustunovka qilib beramiz. Shunda u darvozamizni kvadrat qanchadan bo'ladi aka? Bularni 1 kvadrat metr 550 ming so'mdan to'g'ri keladi. 1.3 list, 6x4 profil, oyog'im tagi shiveller, обязательный 8x6 profilli 1.7 stenkasida bo'ladi materiallar. Agar bu darvozamizni mana bu joylarga vibra qadab chiqsangiz-chi? Vibra qadadigan bo'lsak, 40 ming so'm, 50 ming so'mdan raznica qiladi. Vibrali qilib ham qilib beramiz. Zakazga qarab. Bu darvozamizni orqa tomoni bilan oldi tomonini bir xilda qilib turib, 2 qavatli qilib bersangiz-chi? 2 qavatli qilib beradigan bo'lsak, 2 xil varianti bor uni ham. 900 ming so'mlik varianti bor, 1 million so'mlik varianti bor. Orqa oldi bir xil bo'ladi. Orqa tomonni ko'chaga qaratib o'rnatib qo'ysangiz ham oldi ekanda o'ylashlari mumkin. Orqa oldi bir xil ko'rinishda bo'ladi, 2 qavatliniki. Orasi shumkali bo'ladi. Garaj xonalarda tiplopol boshqa narsa bo'ladigan bo'lsa, garaj xonalari ham issiq turadi. Shunda faqat ko'cha tomondan darvozamiz chiroyli emas, balki ichkari tomondan ham darvoza juda ham chiroyli holatda bo'ladi, chunki men ko'rganman. Oldi orqasi bir xilda bo'ladigan bo'lsa, ham uyning ichidan, ham ko'cha tarafdan darvozamiz juda ham chiroyli holatda bo'ladi. Shunaqa. Aka, bu lisli darvozalarni oldi orqasini bir xilda qilib bersangiz, bunaqa holatda narx-navosiga qancha qo'shiladi? Lisli darvozalarnikini fosoniga qarab qo'shiladi. Bularnikini narx teyin bo'ladigan bo'lsa, lisli darvozani fosoniga qarab qo'shiladi. Lekin deyli 1 million 400 ming so'mlik darvoza 2 barobarga aylanib ketmaydi. Orqasiga ishlagan materialga olamiz, mehnatiga olamiz. Shunisini hisoblagan, katta raznica qilmaydi. Shunisini hisoblagan holatda narxini kelishamiz, qilib beramiz. Ba'zilar o'ylaydi deyli 15 millionlik darvoza bo'ladigan bo'lsa, 2 qavat qiladi, ikkita orqa oldini bir xil qiladigan bo'lsam 30 millionga qarab ketadimi deydi. Yo'q. Ular katta summaga tushmaydi. Orqasini o'zini raznicasini kelishilgan holatda qilib beramiz. Bu navbatdagi darvozamiz ham o'sha pechatli, shtampovkali darvozani yana bitta fason turi ekan. Shunaqa. Ko'rinishi boshqacharoq, materiallari shu 8x6 profilli bo'lgan, listlari 1.3 list, 6x4 profil, Milano zamok, 280 iniga balandligi 3 metr bo'lgan darvozamiz. Buni narxiga keladigan bo'lsak, 4 million 600 ming so'mga to'g'ri keladi narxi. Shu narx ichida olib borib ustunovka qilib beramiz. Aka, mana shu pechatli darvozalarni necha xil turlari bor? Buni hozir men bir xilini, ikki xilini ko'rsatdik. Mana bu tomonda ham yana 2 xil, 3 xil variantlari bor. Materialda farqi bor. Bunisini ham bir tanishtirib o'taman. Bu darvozamizni eni 3.40, balandligi 3.5 metr bo'lgan darvoza. Shuni materialini tanishtirib o'taman. Xo'sh, kesakisi ikkita yon tagi shiveller bo'lgan, nergi darvozalarning profil bo'lganda shiveller. Farqi nerjiveka yopishgan, yana bitta farqi pro listlari bir xil 1.3, fonda kichkina kuzi, tepalarigacha 1.3 qalin list ishlatib berganmiz. Profillari 6x4 profil, zamollari high-tech zamok. Bu darvozamizning fasoni Dubai fasoni deb nomlanadi. Farqi shunda, kesak shiveller nerjiveka ishlagan. Bunikini 1 kvadrat metri 650 ming so'mdan to'g'ri keladi. Sababi o'sha kesak shiveller nerjiveka bo'lgan hisobiga. Общий summa 7 million 700 ming so'mga to'g'ri keladi. Endi mana ikkita darvozaning farqini ham, bunikini ham aytaman. Ko'rinishi bir xil, narxida 50 ming so'mdan farqi bor. Sababi bunikiga ham kesaksiga shiveller bo'lgan, listlari nergin bilan bir xil, 1.3 list bo'lgan, nerjiveka ishlamagan bunga. Shuni hisobiga 50 ming so'm raznica qiladi. Nerjiveka ishlasa 50 ming so'm kvadratga qo'shiladi. Agar buni kesaksini o'sha 8x6 profilli 1.7 qalin stenkasida qilib kesaksini shiveller qilib bermasak, yana 50 ming so'm narx tushadi. 550 ming so'mdan shu holatda to'xtatsa bo'ladi. Mana bu holatda 600 ming so'mdan ham to'g'ri keltirsa bo'ladi. Kesaksida farq qilib qoladi. Bundan keyingi darvozamiz, bu ham pechatli darvoza. Aka, bu darvozamiz
To'g'risini aytsam, birinchi ko'rganimda lisli darvoza deb o'yladim buni. Shunaqa. Juda ham ajoyib chiqibdi. Bu darvozamizniki nalishkali bo'lgan, yo'li. Ha, bu yonlari Shunaqa. nalishkasi bor. Mana bu joyi darvozani o'rnadigan joyi shu joygacha 357 ga 326 bo'lgan darvozamiz shu joygacha nalishka qo'shilgan 35-40 santimetrgacha chiqishiga qarab, fasoniga qarab nalishka qo'shib beramiz. Nalishkadan nalishkagacha 3,5 metrga 4,15 bo'lgan. Balandligi 3,5 metr, eni 4,15 bo'lgan. Bu darvozamizning listlari 1,3 o'sha qalin lis, profillari 6 ga 4, qorasdan ishlagan, kesaklari 8 ga 6 profilli 1,7 tenkasi, tegi, oyog'in tegi shiveller bo'lgan. Ko'chadan kelganda o'ng tomonda to'g'ri kelgan kalitkasi eshigi. Mana bunaqa ruchkalarni qo'yib, o'sha nerjivakalarni qo'yib, bir-biriga yarashadigan holatda qilib berganmiz. Bunikini narxi 600 ming so'mdan to'g'ri keladi 1 kvadrat metri. Razmerini ham deylik, mana bu joyda olinmaydi. Bu joyda razmer oladigan bo'lsa, keyin nalishkasidan nalishkasigacha hisoblanadi. Kvadrat metrda nalishkadan nalishkagacha hisoblanadi. Summaning ichiga qo'shiriladi buni ham. O'shanda shu darvozamiz ko'rinishi 8 million 700 ming so'mga to'g'ri kelgan. Oborib, o'rnatish, uстановkalari hammasi ichida. Bu nalishkasini alohida hisoblanmaydi. Kvadrat ichiga qo'yiladi. Ha, bitgandan keyin misol o'sha joyda necha bo'lishigacha chiqarib beraman, nalishkadan nalishkagacha общий kvadratga qo'shiladi. Shu narx, o'shanda narx chiqadi. Oborib, uстановka qilib beraman shu narxlar ichida. Aka, bu darvozamiz kvadrat qanchadan endi? 1 kvadrat metri 600 ming so'mdan to'g'ri keladi. 8 million 700 ming so'mga общий ko'rinishda narx chiqqan, oborib o'rnatib beramiz. Uстановkalari ichida o'lchashlargacha. Bu o'zimizning Namanganga o'rnatib Toshbuloqqa. Aka, bu qo'shni davlatlarga darvozalarni qanaqa holatda yetkazib berasiz? Qo'shni davlatgacha dastavkasi bepulmi, ustanovkasi bepulmi? Tamojnigacha yetkazib beramiz. Kelishuv o'shagacha, undan u yog'iga rasxotini qilishsa, borib o'rnatib ham beramiz. Tamojnigacha yetkazib berish bizning zimmamizda. Shu holatda yetkazib beramiz, oborib o'rnatib ham beramiz. Aka, lekin mana bu darvozamiz juda ham skromniy, juda ham ajoyib chiqibdi. Bu darvozamiz qanaqa fason endi aka? Bularniki yangilik fason. Yaqinda chiqqan. Buni ham zakasini olib qilib turibmiz. 2 qavat 2li lista bo'lgan. Buni ham zavodskiy qilib egdirganmiz ko'p joyini. Mana bu chaspalargacha o'sha 2li lista egdiriladi. Bu profil emas. Mana bu joy profil, 6 ga 4 profil qalinda bo'lgan. Mana bu joyi. Bu joyi 2li lista egdirilgan zavodskiy qilib, mana dilalargacha ponna. Xo'sh, bunikini 2 qaychilik qilib berganmiz. Mana bu ikkitasi taxlani o'chiladi, nergisi bittasi splashni o'chiladi. Sababi o'rtada taxlani o'chilishining sababi o'rtada profil bo'lmaydi. Bundan arava, velosiped ham kirkataveradi. Hali ho'klaydigan joyi yo'q, tagida profil yo'q. 2 qavat 2li lista bo'lgan. Bu ham high-tech fasondagi darvozalarimizdan bittasi. Tepada tahiyasi bor. Tahiyasidan pastda o'chiladi, tepasi o'chilmaydi. Eniga 3,5 metr, balandligi 4 metr bo'lgan darvozamiz. Bu darvozamizning narxi 19 million 600 ming so'mga to'g'ri keladi. 1 kvadrat metri 1 million 400 ming so'mdan tushadi shunda. Bu darvozamiz 2 qavatlimi? 2 qavatli 2li lista bo'lgan. Kesaklari ham shiveller 12lik. Buni ko'rsatib qo'ysangiz ham bo'ladi, mana. 12li rossiyskiy shiveller. Orqa ko'rinishi mana shu holatda tekis chiqadi, 2 qavat bo'lib, shumkali bo'lib. Sharnerlarni ham o'sha kaptasidan, baquvvatidan qilib qo'yganmiz. Bu darvozamiz ham lisli darvoza bo'ladi. Taroq fason. Hozir ko'p yasab turgan darvozalarimizdan bittasi. Xo'sh, bu darvozamiznikini eniga 3 metr, balandligi 3,5 metr bo'lgan. Ko'chadan kelganda o'ng tomonda eshigi bo'lgan. Listlari o'sha 1,8 qalin lista bo'lgan. Mana bu chekkalardagi chaspoqlargacha zavodskiy qilib egdirib chiqarib qo'yganmiz. Mana suv quysa ham to'xtamay tushib ketadi. Ikkita yon tagi shiveller bo'lgan, zamonlari o'sha high-tech zamon qo'yganmiz. Darvozamiz 1 qavatdan iborat. Eniga 3,5 metr, balandligi 3 metr. Bularning 1 kvadrat metri 1 million 100 ming so'mdan to'g'ri keladi. 12 million atrofiga chiqadi shu ko'rinishda. Ha, 1 qavatli bo'lsa 1 million 1 million 100 ming so'mdan to'g'ri keladi. O'sha 12 million 11 milliondan o'tib 12 milliongacha borib qoladi summasi. Darvozamizni 2 qavatli qilib bersangizchi? 2 qavatli qilib beradigan bo'lsak, 2 qavatligi 1 million 200 ming so'mligi bor, 1 million 300 ming so'mligi bor. Ularning materiali har xil bo'ladi. Men unikini tanishtirib o'tib, qaysi biridan zakaz qilishsa qilib beramiz. 1 million 100 ming so'mdan 1 million 300 ming so'mgacha yasasa bo'ladi. Shu variantdagi, shu ko'rinishdagi darvozani. 1 qavat, 2 qavat materialga qarab chiqaveradi.
Ha, bu darvozamizni to'g'risi eng menga yoqqan tarafi mana bu joyiga suv to'planmaydi. Shunaqa zavod. Shunda darvozamiz uzoqqa xizmat qilishiga yordam beradi. Shunaqa. Endi bularni ko'p joyini gepka stonovda egdirib chiqarganmizda, mana bu chekkasak chaspoqlarini, mana bu qubba dilalarini, mana bu taglarigacha, karnizlarigacha stonovdan chiqadigan narsa xizmat yaxshi bo'ladi degan maqsadda stonovda egdirib chiqarganmiz. Cho'ki kam bo'ladi. Xo'sh, bu tomonda pechatli darvozalarimizda har xil fasondagisi bor. Bularning materiali hammasiniki bir xil, narxi ham bir xil chiqadi. Fasonini bitta-bitta tanishtirib o'tamiz. Xo'sh, bularniki ham listlar o'sha 1.3 qalin listlar bo'lgan. Kesaklari 8.6 profilli 1.7 stenkasida, oyog'ini tagi shiveler bo'lgan, обязательно zamonlari o'sha Milano zamon bo'lgan. Bu oldi ko'rinishi shu holatda chiqadi. Pechatlilarning orqa ko'rinishi mana bunaqa holatda chiqadi. Ko'pchilikga qiziq, orqa ko'rinishi qanaqa holatda bo'ladi deyishadi. Mana shu holatda bo'ladi orqa ko'rinishlari ham. Aka, mana bu darvozamiz bu dom eshigimi yoki katta eshigimi? Orqa hovliga o'tadigan kichkina eshiklar bo'ladi-ku, shunaqa eshik bularniki. Mana bu orqa ko'rinishi mana shu holatda chiqadigan bo'lsa, oldi ko'rinishi mana bunaqa holatda bo'ladi. Ko'pchilik so'rashadi, endi vaqtida ko'rsatib qo'ya qolaylik. O'ngroq ekan. Oldi ko'rinishi shu holatda chiqadi. Bu darvozalarimiz narxiga keladigan bo'lsak, mana bu eshiklar bo'ladigan bo'lsa, bular donabay qilib beramiz. Darvozalarimizning narxi 1 kvadrat metri 550 ming so'mdan to'g'ri keladi. Fasonlarni bitta ko'rsatib o'tamiz. Bu fasonimiz o'sha high-tech fason, ana o'sha joyda nerjivekka yopishtirilgan darvozani bez nerjivekka holatda 550 ming so'mdan chiqadi. Shu ko'rinishda. Bunisi ham shunaqa holatda, bunisi отдельный kalitga bo'lgan, ko'chadan kelganda chap tomonda bo'lgan kalitkasi razmeri nergilardan kattaroq. Eniga 4.20, balandligi 4 metr bo'lgan darvoza. Listlari o'sha 1.3 list, 6.4 profil, o'sha qalin variantda bo'lgan. Mana bu fasonlarimiz bor. Bitta-bitta dizaynni ko'rsatib o'tsak, biz hammasini tanishtiradigan bo'lsak, vaqt yetmay qoladi. Shunaqa ko'rinishda chiqqan darvozalarimiz bor, bu bor, mana bu bor. Mana ular ham bor. Bu narx-navosi bir xil. Narx-navosi bir xil bularni qaysi fason yoqadigan bo'lsa, zakaz qilishsa qilib beraveramiz. Bu darvozamiz ham o'zi yuklash arafasidamiz. Pastda ko'rsatgan darvozamizni bir qavatli, ikki qavatli varianti. Bularni o'sha shumka qilingan, mana ovozlarini ham bemalol eshitib ko'rsangiz bo'ladi. Aka, bu darvozamizni qayerdan zakaz qilishgan? Bu darvozamiz Jizzaxga ketadi. Ha, bu darvozamiz mana hozir ko'rib turibmiz, juda ham chiroyli holatda. Shunaqa. Bu uzoq joyga borguncha tilinib netmaydimi? Yo'q, shilinmaydi. Bularni upakovka qilib, orasini ochamiz, bir-biriga tegmaydigan holatda upakovka qilib yuklab beramiz, shilinmaydigan, qirilmaydigan qilib. Xudo xolasa chiroyli chiqadi. Bu oldi ko'rinishi bo'lsa, orqa ko'rinishi ham o'sha tekis holatda chiqadi, kirdi chiqdi bo'lmaydi. Orqa ko'rinishi mana shunaqa tekis holatda chiqadi. Ichlari 2 qavat shumka bo'lgan. 1 qavat penoplast olganmiz, 1 qavat stiglavata qilganmiz. Xudo xolasa xizmati zo'r, shum bo'lmaydi. Orqa tomoniga ham sovuq urdirmaydi. Yaxshi bo'ladi xizmat. Darvozamizda shum yo'q. Yo'q, xudo xolasa. Baquvvat chiqqan darvozalardan bittasi. Mana bemalol eshitib ko'rsangiz bo'ladi. Xudo xolasa zo'r. Materiallari o'sha darvozamizni adashmasam bu qanoti ham juda og'irga o'xshaydi. Og'ir bo'ladi. Buni ponna o'rniga terib qo'yganda 10 kishi, 15 kishi ko'tara olmaydi. Buni o'shani hisobiga bitta-bitta maydalab o'rniga yig'amiz. Aka, bu navbatdagi darvozamiz Samarqand fason. Har bitta roligimizda albatta kamida bitta shu fasondan bo'ladi. Bo'ladi. Bu darvozamizniki Qashqadaryo, Jenov degan joyga olib borib o'rnatamiz. Balandligiga 2.90 bo'lgan, eniga 4.24 bo'lgan. Kalitkasi ko'chadan kelganda o'ng tomonda. Buni kesaklari ham, tepa qismlari ham bor. Ularni termaganmiz. O'z buni ham yuklaymiz. Yuklash arafasida xudo xolasa. Kalitkasi 80 cm ochiladi. Mana shunaqa holatda bo'lgan. Ko'chadan kelganda mashina qatnovi uchun mana ikkita qismi ochiladi. Bularning materialga keladigan bo'lsak, kesaklar shiveler bo'lgan. Ponna krugovoy. Profillar 6.4 profillar qalinida bo'lgan. Mana bunaqa toshli listdan qo'yganmiz. Ikkitasini orasini shumilizatsiya qilganmiz. Ichlariga choklarga vibralarni aylantirib, manaqa ko'ngilli gullardan qo'yib jihozlab berganmiz.
Ha, bu darvozamizni nalichkasi ham bor, ha? Yo'q, bu bez nalichka. Hozir ko'rsatganimiz nalichkaligida bu bez nalichka varianti. Kesakdan kesakgacha bo'lgan, nalichkasi bo'lmaydi uni. Lislar o'sha ikkili lis bo'lgan. Mana unaqa profillargacha qalin qo'yganmiz. Bu darvozamizni narxiga keladigan bo'lsak, 17 million 200 ming so'mga to'g'ri kelgan olib borib, o'rnatib berishimiz hammasi ichida. Shunda bu darvozamizning kvadrat qanchadan bo'ladi aka? 1 kvadrat metri 1 million 400 ming so'mdan bo'ladi. Bu darvozanikini arzonroq varianti ham yasasa bo'ladi. O'zi asli boshlanishi 1 million 250 ming so'mdan 1 million 400 ming so'mgacha yasab turibmiz hozir. Shu mashina qalin holatda bo'ladigan bo'lsa 1 million 400 ming so'mdan bo'ladi. Agar menga yo'q, arzonroq variantda qilib bergin deysa 1 million 250 ming, 1 million 300 ming so'mgacha ham yasab beramiz kvadratini. Materialiga qarab chiqadi. Bu glansiy holatda. Bunga lak sepilgan mativiy deymiz. Lak yaltiramaydigan holatda pol mativiy qilib laklarni urib berganmiz. Kraskalar o'sha banishli kraska, laklar ham banishli toza lakdan urilgan. Ha, bu glansiy bilan mativiy o'rtasi. Shunaqa ikkitasini o'rtasi, uni glansiy bo'ladi, mativiy bo'ladi, buni farqi yo'q. Xohlasa yaltiroq ham qilib beraveramiz. Endi yaltiroq oldinlar urf bo'lgan, hozir modadan o'lgan hisobiga mativiy bo'lib ketgan hisobiga mativiy qilib berib turibmiz. Yaxshi o'g'il, ishlayvering, televizorga chiqamiz. Xo'sh, aka, bu darvozamizni kraska bo'lgan varianti. Mana shpagulovkadan ko'rsangiz bo'ladi. Jilvirlash. Ha, kraskadan oldin jarayonlar. Bularni jilvirlab, tekislab, ya'ni böyle bo'lmagan holatda. Aka, mana shuni so'ramoqchi edim. Bu darvozada bilasiz, profillarida, lislarda yog'lar bo'ladi. Bularni tozalab turib, keyin kraska sepasizmi? Bularni tozalab, o'zi mana bu lislarni bolgarkada simchotka qilamiz, jilvirdan ajdalaymiz. Mana buni holatda tekis qilib nolga o'ldirib, kraskaga tayyorlab, gruntovka sepib, kraskani uramiz. Choklarni ham o'sha mana bunaqa bilinmaydigan qilib ishlab beramiz. Mana arkalarini ham ko'rsatsangiz, arkalarini Samarqand fasonda chok bo'ladi, bilsangiz, ha. Bunda o'sha zavodskoy bo'lgan, choki bo'lmagan mana. Zavodskoy qilib arkalarini ham qilib berganmiz. Yorilmaydi, boshqa bo'lmaydi, sifati zo'r bo'ladi. Mana tepa qismini o'sha lazerni xod qilib berganmiz, bu joyi ichkari yorug' bo'lib, havo aylanib turishi uchun. Bularniki o'sha 2 qavat bo'lgan varianti, kalitkasi mana o'rtadan ochiladi. Xudo xolasa. Materiallar qalin, chiroyli chiqqan. Mana profillari ham qora profil, stenkasi qalinida bo'lgan. Oq profil ishlamaydi. Oq profil ishlamaydi. Mana qalinligini hisobiga raqlari ham qirrali emas, yumaloq bo'lib chiqqan. Xudo xolasa, o'sha original variantda sifatli, chiroyli bo'lib chiqqan. Mana bez kraska holati shunaqa bo'ladi. Ko'pchilikga qiziqda endi bez kraska qanaqa holatda bo'ladi deb. Shunaqa holatda chiqadi, xudo xolasa. Bu qanoti mana bu nalichkasi. Nalichkasi 2 yonga 30-35 sm dan nalichka bo'ladi, tepa qismiga ham bo'ladi. Bunisi 35 qismi devorga minib ketadi. Darvozani razmeri tugashi mana shu joygacha bo'ladi, o'rnaydi, u yog'i devorga apshika bo'lib minib ketadi. Shivellarni ham ko'rsatsangiz bir mana. Shivellarni ham buniki sal boshqacharoq shivellar bo'lgan. 6 sm bu tomoniga, 12 sm bu tomoniga. Aka, bu rossiyskiy shivellarmi? Rossiyskiy shivellar bu ham. Endi orada har xil kelib qoladi-da. Bir bunisidan, bir nergisdan keladi, qaysi biridan kelsa, sifatligini topib, chiroylab qo'yib beramiz. Bez kraska mana shu holatda chiqadi. Buni ozgina kamchiligi bor. Mana bu joyda trubalar bo'ladi. U kraska sepish jarayonida qo'yiladi, gullar bo'ladi. Mana bu tepa qismida ham o'sha gullar bo'ladi. Gulini terib qo'ygandan keyin chiroyli chiqadi. Darvozalarimiz shundan iborat edi. Xudo xolasa, yangilik fasonlar, yangilik dizaynlar chiqadigan bo'lsa, ularni ham bir ko'rsatib o'tamiz. Aka, bu telefon raqamlarda imo, WhatsApp, Telegram hammasi bormi? Bor. Telegram, imo, WhatsApp hamma narsasi bor. Instagramda ham profillarimiz bor. Telefon qilsa bir ularda ham darvozalar bor, ko'rsatib o'tamiz. Manzil Namangan shahar, telefon raqamlarimiz 90lik 551 2012, 91lik 364 61 61. Bemalol shu telefon raqamlarga aloqaga chiqsani bo'ladi. Aka, sizga ham katta rahmat. Xudo xolasa, darvozalarni juda ham chiroyli holatda tushuntirib o'tdingiz. Yana qanaqadir yangilik bo'lsa chaqirsangiz, yurtdoshlarimizga ko'rsatib, tanishtirib o'tamiz. Bo'ldi, bemalol.